Bunaqangisi juda kamdan kam bo'lsa kerak, ammo mashinani yurgan probegini qaranglar. 360 mingda almashtirilgan, 367 ming. Yana o'zimizning mashina bu. Probegini ochib ko'ramiz. Xo'p. 385 ming. Deyarli 25 ming kilometr yurgan. Motorning holatini ko'ramiz. Qorigan yo'q. Ichi belboqqa olchimi degan shu bo'lsa kerak. 25 ming kilometr yurgan moyni holatini ko'ramiz, to'kib ko'ramiz. Motorning moylarini to'kib oldik, kamaymagan, lekin qorayib ketganini tan olamiz. Oxnaga kakras keldingiz. Nech kilosiz? Kilogramim 95 kilo. Shuni ustiga chiqanchi? Chiqin. Qarang. Ha, javob. Mana ko'ryapsizlar. Mana plomma. Original moy shunaqa bo'ladi, original moy. Yana bitta chiqing. Chiqing bemalol. 95 kilo. Mana Libboy moyni shunaqa tekshirib olish mumkin. Zoom. Haqiqiy Koreya SP klassdagi 5-400 moylari. O'zimizning mashinaga qo'yilyapti. O'z ko'zlaring bilan ko'rdilar. Moyda 25 ming kilometr yurilganini. Moyga har taraflama garantiya beriladi. Yana qanaqangi darajadagi moy kerak sizlarga. O'zlaring uchun bilib qo'yaverasizlar moyni qanaqa sifatliligini.